Ko'z oynak birinchi marta nechinchi yil ixtiro qilingan? Bilmadim to'g'risi. Tavakkal etib ko'ring. Agar to'g'ri javob bersangiz, 100 ming so'm olishingiz mumkin. 87 bo'lsa kerak. Yo'q, ancha past. Nima? 2002da. 2002 emas. Qarang, hech kim topolmadi, menimcha siz topsangiz kerak. Birinchi ko'z oynak nechinchi yil ixtiro qilingan? Uni o'ylab ko'ring, taxminiy. Men tavakkal qilishim mumkin. 1285-yil. 1920da. Yo, ancha past. 1771 deylik. 1700 Ancha past. 1753. Variantni bera olasizsiz? Variantli berishim mumkin agar siz Tashkent Optical Instagramimizga obuna bo'lsangiz. Tashkent Optical. Mana obuna bo'ldilar, endi variant beramiz. Variantni ham topa olmasam, lekin bilmadim. A variant 1280, B variant 1329, C variant 1660. Va nihoyat akamizning javobini to'g'ri topdilar va Tashkent Opticaldan maxsus sovg'ani yutib oldilar. Sizga yana podskaska 1000 nechinchi yildir 80. O'sha yilini topsangiz berib yuboraman. 1280. 1280-yil Italiyada ixtiro qilingan va siz 100 ming so'm yutib oldingiz. Hatto Tashkent Optical yaxshi ko'r.